Xo'p, hurmatli xaridorlar, bizga Hisense xalniklarimiz keldi, xudo qolsa. Bular shu vakillar birinchi tog'lanishini ko'ryapsizlar akalar. Xo'p, mana vrachka shu yerda. Kilovati 287 kilovat bo'ldi, 1 yiliga 270 litrga, 207 litrga 93 litr marjidkasi bo'ldi, 38 zatsiba bor akalar. A+ ishlaydi akalar. Vidlar общий sensor tablo bo'ladi. 4 xil funksiyaga qo'yib ishlasangiz bo'ladi akalar. Xo'sh, ichlari akalar. Total no frost bo'ladi. Turish bo'ylari 1.90 bo'ladi. Endi yolnish bo'ladi. Marjidkalari 3 talik bo'ladi akalar. Xo'sh. Sensorda akalar, sensor qulfli yosh bolalar uchun qulf sistemasi bor. Bosib tursangiz ochiladi. Bu qulfda masalan sensorda yosh bolalar o'ynab tayla olmaydi akalar. Mana vidlar akalar, общий seriya bo'ladi. Motorlari elektr motor. Bizlarni magazinda kutib qolamiz.